Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boradigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 11 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.014.94 tiyin bo'lib 45.33 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.900.8 tiyin bo'lib 16.27 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 148.31 tiyin bo'lib 56 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22.95 tiyin bo'lib 2 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.